Hammasi yaxshi ketayotgan bir paytda ko'pto'kcha kechasi deb gapirdi va so'ngra o'yinchi yomon ovozlarni eshita boshladi. O'yinchi yomon ovozlarni eshitgan kuni uyiga ketdi va kechasi ko'chaga chiqqanda ko'pto'kcha mana unday holatga kelgandi va o'yinchini quvlab ketdi. Maroqli tomosha uchun quloqchindan foydalanish tavsiya etiladi. O'yinchimiz dunyoga kirishi bilan oqolda mana bunday qutini uchratadi. Uni ochganda esa ichidan mana bu sariq ko'pto'kcha chiqib keldi. Keyin esa u o'zini o'yinchiga AI yordamchi sifatida tanishtirdi. O'yinchiga u hamma narsani bilish haqida aytdi va o'yinchi uni sinab ko'rish uchun turli xil savollarni berdi. 2 nechi? 4. Keyin esa o'yinchimiz Verity'ni qo'liga ushlab olib o'z sayohatini boshladi. Keyin esa o'yinchimiz daraxt chopib bo'lgach o'ziga uy uchun joy qidira boshladi. Shu payt qo'ylarni ham o'ldirdi. Shaxtaga tushib ko'mirlarni qazib oldi. Birinchi kechasini uysiz o'tkazdi va tongda yordamchi, ya'ni Verity bilan yana suhbatlashishga qaror qildi. Bugun u undan har xil hayvonlarning, ya'ni moblarning ovozlarini o'xshatish haqida so'radi va Verity buni ham uddaladi. So'ngra o'yinchi Verity'ni hamma narsani bilishiga ishonib, undan olmoslarni qayerdan topsam bo'ladi deb so'radi va Verity unga kerakli koordinatalarni aytib berdi. O'yinchi kerakli koordinataga bordi va almazlarni topib juda ham hayron qoldi. Keyin esa o'yinchi Verity bilan haqiqatan do'stlashmoqchi ekanligini aytib, qishloq qayerdaligini so'radi va qishloqni ham topdi. So'ngra unga umuman shubhasiz qaray boshladi. So'ngra o'yinchi qishloqning oldida o'zi va do'sti uchun yashashga uy qura boshladi. Uyni bitkazgach Verity'ning oldiga kirib, Verity'dan ertaga yomg'ir yog'adimi deb so'radi va ertaga albatta yomg'ir yog'di. O'yinchi adashib qolganda Verity'dan mening uyim qayoqda deb so'radi va ortiga qarashi bilan Verity aytgan joyda uyini topdi. Kechasi o'yinchimiz do'stidan nima yeyish haqida so'radi va Verity unga haqiqiy hayotda kecha nima yeganligi haqida aytdi va bugungi nima yeyish uchun tavsiya berdi. Va hammasi mana shu yerdan boshlandi. Tongda esa o'yinchimiz Verity'dan yangi savdo uchun qishloqni qayoqdan topish haqida so'radi va Verity unga ikkita qishloqni tavsiya berdi va bir tarafda esiga bormasligi haqida aytdi, chunki u yerda qishloqlar yo'q dedi. O'yinchimiz qiziqib yana u yerda nega qishloqlar yo'q deb so'radi va Verity unga shunchaki yo'q bo'lib ketishgan deb javob berdi. O'yinchimiz birinchi qishloqqa bordi va u yerda qishloqlar bor ekanligini ko'rdi va Verity'ning gapiga quloq solmasdan ikkinchi qishloqqa ham borishga qaror qildi. Va Verity aytganidek u yerda hech qanday jonzot yo'q edi. U hamma uyni qidirib ko'rdi, qo'ng'iroqlarni ham chalib ko'rdi, lekin hech qanday qishloqdan asar ham yo'q. Keyin o'yinchimiz hayratlangan holatda Verity bilan bir uyga kirib, shu suhbat qurishga qaror qildi va Verity'dan so'radi: "Verity, bu yerda nima bo'lgan?" Va Verity javob berdi: "Nimadir o'tib ketgan." Ya'ni bu yerda raid bo'lganmi? Yo'q. U kelib ketgan. Bolalar, agarda sizlar kanalimizda yangi bo'ladigan bo'lsanglar, hoziroq obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki men tezroq yoz oxirigacha 50 mingta bo'lishim kerak. Agar men 50 mingta obunachiga erishadigan bo'lsam, 2 yilda men shunaqa bolalarga tekin suv tarqataman. Bir muddatdan keyin o'yinchimiz o'ziga mana bunday kuzatuvchi minora qurdi. Shu payt minora ichida Verity o'yinchidan "Sen yolg'iz yashaysanmi?" deb so'radi va o'yinchi unga qarab "Hayotdami yoki Minecraftdami?" deb so'radi. "Ikkalasida ham" deb javob berdi Verity unga. "Ha, bu yolg'iz dunyo" deb javob berdi o'yinchi unga. Ammo javob orqasidan "Nega bunday savol beryapsan?" deb so'raganda Verity shunchaki qiziqdim deb javob berdi. O'yinchimiz Verity bilan daraxt chopishga ketayotgan paytda Verity xafaligini ko'rdi va uni qo'lga olishi bilan Verity juda ham dahshatli kulgu yuz ifodasiga aylandi. Shu kuni kechasi o'yinchimiz yana Verity'dan har qanday o'xshata olasanmi deb so'radi va unga musiqa qo'yib berishini so'radi. U juda ham qo'rqinchli bo'lgan musiqani qo'yib berdi va og'izlarini ham ochib oldi. Ammo bu musiqani YouTube'ga qo'yishim taqiqlangan. Shu sababli Telegram kanalimizdan musiqani topishingiz mumkin. Telegram kanalimiz silkasi kommentariy va opsiyada bo'ladi. U yerga o'tib albatta obuna qo'yishni unutmanglar. O'yinchimiz uxlab turgach tongda Verity bilan salomlashadi va Verity'dan "Bugun meni qanday yangilik kutyapti?" deb so'raganda, o'sha sirli va jumboqli jumla 3 kundan so'ng nimadir keladi degan gapni Verity o'yinchiga aytadi. Tabiiyki o'yinchi bu jumlani tushunmaydi va nima deb so'raydi, ammo boshqa narsa yo'q. Nimadir 3 kundan so'ng keladi degan jumla qaytalanaveradi. O'yinchimiz Verity'dan o'sha keladigan nimadir yomonligi haqida so'radi va u yomon deb javob berdi. Va o'yinchi unga qarab "Men uni to'xtata olamanmi?" deb so'raganda, "Sen uni to'xtatishing mumkin edi" deb javob berdi Verity. Keyin o'yinchimiz uning gaplaridan qo'rqdi va uning uchun tuzoq qurishni boshladi hamda uyning atrofini o'rab chiqdi. Ertasi kuni Verity yanada qo'rqinchliroq tusga kirgan edi va o'yinchi undan "Nega bunday tusga kirding?" deb so'raganda, "Men doim shunday bo'lganman" deb javob berdi Verity. O'yinchi yana hayrat bilan undan "Sen eshikni og'zini o'xshata olasanmi?" deb so'radi va Verity "Ha" deb